Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 20-iyun 2021-yil Qirg'iziston Qarasuv shahri, Qarasuvning bozori. Buna subhanalloh bir to'g'anda jariya qilib qo'yayin deb o'taman sizlarga. Qarasuvni mana o'zgondan kelayotgandagi yerda mana Omad bozori bor ekan. O'sha Omad bozordan mandayindalar bu yoqda. Allah Taala'nın hükmünden bir öte son magazin açılıptır. Bu magazin bizge hech qanday tekshirish yo'q. Bir gana biz o'zimiz şu magazinga Qur'on olganda geldik. Optum. O'shaning uchun sizlarga dag'i o'shani bir sunishlik qo'yayin degan maqsad bilan bu hozir bu magazinning hozircha ati joni yo'q ekan, reklamasi yo'q. Hem bilmayman, kitob do'koni deydi. Baribir narsaning bari ati bo'lganda o'yla. Balkim istiqbol deb qo'yib Muhammed deb jazavi, Ayşe kitob bozori do'koni deb jazavi bilmaymiz. O'shaning uchun biz konkurs jariyalab jo'nalar. O'sha magazinning ati qanday bo'lsin degan maqsad bilan sizlarga qayrilib ketib inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hurmatli jamoat, mana o'sha bozor. Biz YouTube kanalimizga qo'yamizlar do'konlarni. Mana hozir siz ismingiz nima? Muzaffarjon bak şu do'konda egasi ekan. Shuning uchun hurmatli tug'anlar, biz shu magazinning atini nima deb qo'ysak, sizlar hammalar o'zlari kommentariyalarga o'zlarining fikrlarini yozib ketishlarini iltimos qilamiz inshaalloh. Hozircha at qo'yishmayapti. Balki Muhammad bo'lib qolar, balki Moyshadur, balki jo'nlar bir kitob do'koni bo'lib qolar. Fisabilillah Alloh uchun o'zingizlarning fikrlaringizni qizg'amasdan aytib ketsalaringiz inshaalloh bo'ladi. Bu yerda juda bir chiroyli Qur'onlarning turlari, Qur'onlarning har xil bosmalari holatda sotilar. Men qirg'izcha ham, o'zbekcha ham so'ylaganim uchun aralashtirib so'ylayapman, tur uchun degan maqsaddaman inshaalloh. Mana joy namozlarning turlari, mashallah. Qarangizlar, qanday joy namozlar deysizlar. Kuyovlarga berasizlar, kelinga berasizlar, do'stlarga berib hadya qilaman deysizlar, tug'anlarga hadya qilaman deysizlar, ota-onalarga hadya qilaman deysizlar. Qanday endi hadya qilsangizlardagi bardig'i fisabilillah Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun beriladigan hadyaga olinadigan ham o'ta bir chiroyli kitoblar ham bor ekan, maşallah. Mana Baytullohdan mana bismillahirrohmanirrohim juda bir chiroyli suvenir bor ekan. Alloh rozi bo'lsin. Biz endi odamlar molda reklama qilib o'tadi, qo'yda reklama qilib o'tadi, mashinalarda reklama qilib o'tadi, dunyoga kerakli narsalarda reklama qilib o'tadi. Biz dağı Allah subhanahu wa ta'ala razılıq için o'sha bir tuğanlardan ulgu alıp o'sha dunyodan ahiretga foydasi tiye turgan o'sha diniy savoq, diniy kitoblarda reklama qilib qo'yaylik degan maqsad bilan chechotamiz inshaalloh. Olamning siymig'i Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ömür bayoni bor ekan, maşallah. Tandalgan hadislar, tafsiri hilol. Mana bu o'zimizning qirg'iz tilida, o'zimizning o'zbek tilida öte sonun Kur'an'dan kotorması, mana Kur'an'dan Özbekçesi var ekan, mana Kur'an-ı Kerim, maşallah. Hikayat-ı Sahaba, Baxtiyar Oila degan kitoblar mana. Mana tasbihlar, mana marvaritlar, maşallah, maşallah. Qaranglar, bu juda go'zal. Mana do'ppilar deysizlar, mana bu do'ppilarni qaranglar, oq, qora, ko'k, yashil svet. Har tusli svetlar bor ekan. Mayaqda mana Allah Taala'nın hükmü bilen şu musulmoncha, somon musulmoncha zurnoy pastalar. Tak. Mana bu ishadagi nima ekan, mana ishadagi qanaqa bu dorimi nima bu? Tak. Tanimayman, bilmayman, o'qilmayman. Natural roze vat. Mana bu atirmi? Atirmi? Atirguldi suvmi bu, nimaga bu? Yo bir shifogami, shifo baxsh. Maşallah. Atirgulning suvi bor ekan mana, maşallah. Shu kitoblarga, shu magazinlarga, shu do'konga biz sizlarning o'zingizlarning kommentariyalarda yozib ketadigan. Bardingizlar o'zingizlarning fikrlaringizni yozib ketinglar inshaalloh. O'shul do'konga emne deb at qo'ysak, ha?
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.